Voy aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bog'chamizga. Men shu rahbariman. Bolalarni yaxshi ko'raman. O'zimni bolamdek qabul qilaman. Matluba qaramaysanmi? Qarang, bizning bog'chamizda arab tili, ingliz tili, nemis tili, koreys tili, xitoy tili, fransuz tili, hali даже yo'q, o'ylab topilmagan tillar o'rgatiladi. Bolangiz psixologik, ruhiy sog'lom bo'ladi, tushunasizmi? Bizda qarang, hamma narsa bor. Suzish, gimnastika, shaxmat, shashka, bekorchilik. Asabiylashmayman. Biz onalarimiz uchun hamma narsa qilamiz. Bizani o'ylaymiz deb. Narximiz 11,99 ming. Endi 99 mingni nimaga to'lashingiz yetaman? Qarang, bizda endi onalar bizga bolalarni bergandan keyin semirishni boshlaydi, o'zi uchun yashaydi-da. Shuni oldini olish uchun Sadoqat Muhammadjonovani kurslariga, ya'ni 21 kunlik marafonlariga yozdirib qo'yamiz. Ular bilan tekis qorinda chiroyli ozib olishadi. Bundan tashqari ularga individual borsa ham bo'ladi. Chiroyli qomatlarini zo'r qilib berishadi. 11 millionni bizani bog'cha uchun. Bog'chaga berasizmi, bolajoningiz?